Cuma günü heyit bolsa cuma namozi o'qilmamdi? Savol. Assalomu alaykum. Bu yil ro'za heyit cuma kuniga to'g'ri kelib qoldi. Cuma kuni heyit bolsa cuma namozi o'qilmay, heyit namozi bilan peshin o'qiladi deb angladim. Bu to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Heyit kuni jumaga to'g'ri kelib qolsa, jamoatning heyit namozini o'qiganligi juma namozining farzligiga ta'sir ko'rsatmaydi. Balki odatda juma farz bo'lgan har bir sog'lom er kishi heyit namozini o'qigan bo'lsa-mu, juma namozini o'qish farz. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi bo'lib, bularning ba'zilari mahallasida juma yoki heyit namozi o'qilmaydigan qishloq aholilari heyit namoziga kelgan bo'lsa, ular xolisa jumaga saqlab turib juma o'qiydi. Xolisa mahallasiga qaytib ketib jumaga keladi. Xolisa kelmay mahallasida peshin o'qiydi deb qaraydi. Imom Muhammad bilan Imom Abu Yusuf, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan mundaq deganligini rivoyat qilgan. Ikki heyit namozi bilan juma namozi bir kuniga to'g'ri kelib qolsa, birinchisi heyit namozi sunnatdir. Ikkinchisi juma namozi farzdir. Ikkisining hech biri tark qilinmaydi. Har ikkisida unli qiroat qilinadi. İmam Şafii rahmetullahi alayh mundaq deydi. Heyit kuni bo'lgan taqdirdimi juma bilan heyit namozi o'qiladigan yurt bo'lsa, yurt aholisining jumaga chaqirilgan turib, o'zrisiz holda jumani tark qilishi joiz bo'lmaydi. Qurban hayitimi o'xshash. Sahih dalillarmi heyit kuni juma namozining o'qiladiganligini ko'rsatib kelgan. Alloh taolo mundaq buyurgan: "Ey iymon etganlar, juma kuni juma namoziga azon aytilgan hamon Allohni yod etishga manginglar. Elim setimni qo'yib turinglar. Agar bilsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir." Bu oyat jumaga azon tovlanganda darhol berishga buyurgan. Bu buyruq hamma kunlarga umumdir. Bu umumlikni xoslashtiradigan keskin dalil bo'lmasa, heyit kuniga udul kelgan juma kunini istisno qilyapkili, heyit kuni juma gadindan saqit bo'ladi degili bo'lmaydi. Buni texmi ta'kidlaydigani shuki, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan, ya Rashid xalifalardan yoki biror sahobadan heyit namozi sababidan juma namozini o'qitmaganligi sahih holatda isbotlanmagan. Aksicha ularning hammasi har ikki namozni o'qigan. Masalan, Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikki heyit namozida va juma namozida sura A'lani va sura G'oshiyani o'qiydi. Heyit bilan juma bir kunda kelib qolsa-mu, bu ikki surani har ikkili namozda o'qiydi. Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning har ikki namozni o'z vaqtida o'qib kelganligining aniq dalilidir. Undaq bo'lgan ekan, heyit namozi o'qiganlik sababli juma namozini o'qimaslik Rasulullohning sunnatiga xilofdir. Juma namozi bilan heyit namozini solishtiradigan bo'lsak, juma namozi barliq olimlar birdek farzligiga ittifoq kelgan, o'zirsiz kishiga farz ayn bo'lgan muhim namozlarning biridir. Heyit namozi bo'lsa, ba'zilarning qarshida sunnat, ba'zilarning qarshida vojib, yana ba'zilarning qarshida farz kifoyadir. Undaq bo'lgan ekan, shariat nazarida tuvan turadigan namoz sababidan uning farzligi saqit bo'lib ketmaydi. Abu Ubayd rivoyat qilib mundaq dedi: "Men heyit kuni Osman ibn Affan radhiyallohu anhu bilan birga bo'lgan edim. U kun juma kuni edi. U xutba so'zlashdan ilgari heyit namozi o'qib, ondan xutba so'zlab mundaq dedi: Ey xaloyiq, bu sizlarga ikki heyit jam bo'lgan bir kundir. Madinaning ustun tarafidagi yezi aholilaridan juma namozigacha kutib turishni xohlaganlar kutib tursin. Qaytib ketishni xohlaganlar bo'lsa, men uningga ruxsat qildim." Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xalifalaridan bo'lgan Hazrati Osman radhiyallohu anhu bilan sahoba kiramlarning juma namozini heyit kunimi o'qiganligini aniq isbotlasa, yana bir tarafdan heyit uchun Madina sirtidan kelgan yezi qishloq aholilariga aslida juma farz bo'lmag'achqa heyit namozi o'qib bo'lgandan keyin yezilariga qaytishga ruxsat qilganligini, Madinaliklarga juma o'qimaslikka ruxsat qilmaganligini isbotlaydi. İmam Ahmad bir qarshida ko'pchilik bilan bo'lsa-mu, Hanbali mazhabga vakillik qiladigan yana bir qarshida heyit kuni jumaga to'g'ri kelsa, heyit namozi o'qiganlarning jumaga kelishi saqit bo'lib ketadi. Faqatla imomning jumaga kelishi vojib. Heyit namozi o'qimagan yoki heyit namozini imom bilan o'qiy olmay keyin o'qiganlarning jumaga kelishi vojib. Jumaga yetarlik son to'shsa, imom ularga juma namozi o'qib beradi. Son to'shmasa, ular peshin o'qiydi. Bu yerda shuni aniq ayirish kerakki, Hanbali mazhab heyit namozini imom bilan birga o'qigan kishining juma namozi o'qimay peshin o'qishi joiz deb qaraydi.
Bu imomdan boshqa jamoatga nisbatan shundoq. Ammo imom cho'qim jumaga kelishi vojib. Hanbali mazhabdagi yana bir rivoyatda 40 kishi cho'qim imom bilan juma o'qishga kelishi vojib. Bu qarashga asosan imom bilan 40 kishining jumaga kelishi hayit namozi o'qiganlik bilan saqit bo'lmaydi. Ya'ni imom bilan 41 kishidan boshqalarning jumaga kelishi vojib emas degan mazmun chiqadi. İmamlarla cüməyə kelişi vacib degan dastlabki qarash bo'yicha aytgandimi, cümə namozi hayit namozi bilan saqit bo'lib ketadi da'vatgili bo'lmaydi. Chunki Hanbali mazhab qarshida hayitni imom bilan o'qigan kishi cüməyə kelmay peshin o'qisimi ruxsat. Bu hayit namozining cüməning farzligini bekor qilyapti deganlik bo'lmaydi. Faqatla cüməyə kelishning vojibligini bekor qilyapti deganlik bo'ladi. Kelmasa peshin o'qiydi. Agar jumaga kelib qolsa, uning haqqida jumaning farzligi asliga keladi-da, u chaqda jumani o'qiydi. Peshin o'qisa bo'lmaydi. Demak, bu ahvolda u jumaga kelmaslikka ruxsat qilingan bemor va ayol kishilarga o'xshaydi. Ular jumaga kelmasa peshin, kelsa juma o'qishi lozim bo'ladi. Bu jihatdan Hanbali mazhab hayit namozi o'qiganlardan juma namozi saqit demaydi. Hanbali faqihlardan Imom Bahuti mundaq deydi: Hayit cuma kuniga to'g'ri kelib qolsa, hayit namozi o'qib peshin o'qisa joiz. Jumaga kelish saqit bo'ladi, vojibligi saqit bo'lmaydi. Undaq bo'lgan ekan, hayit namozi o'qigan kishining hukmi bemor va uningdan boshqa jumani tark qilish o'zrisi bor kishiga o'xshaydi. Jumaning vojibligi uning bo'ynidan saqit bo'lmaydi. Natijada u musafir kishi yoki qul kishiga o'xshash bo'ladi. Chunki kelishini saqit qilish yengillatish uchundir. Shunga u kelib qolsa juma jamoati shakllantira oladi. Jumaga imom bo'la oladi. Avzili ixtilof doirasidan chiqib ketish uchun jumaga kelishdir. Faqatla imomning jumaga kelishining vojibligi saqit bo'lmaydi. Hanbalilarning asoslangan dalillari tuvandagicha. 1. Iyas rivoyat qilib mundaq deydi: Men Muaviya radhiyallohu anhuning Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhudan sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lganingda ikki hayit bir kunga to'g'ri kelib qolgan ahvolni uchratganmi deb so'ragan chaqda men shu so'rinda bor edim. Zayd radhiyallohu anhu Rasululloh kunduzning dastlabida hayit namozini o'qidi, ondan juma o'qishni xohlaydiganlar juma o'qisin deb juma o'qimaslikqa ruxsat qilgan edi dedi. Bu hadisni ba'zi muhaddislar sahih, yana ba'zilari hasan deb baholagan bo'lsa-mu, lekin Ibnul Madini, Ibnul Qattan, Ibnul Munzir, Ibn Hajar qatorliq bir turkum atoqli muhaddislar buni rivoyat qilgan Iyas nama'lum kishidir deb muayyanlashtirgan. Yana ba'zilar rivoyat qabul qilinmaydi degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Bugun ikki hayit bir kunda keldi. Shunga hayit namozi o'qigan odam juma namoziga kelmasimi bo'ladi, ammo biz juma o'qiymiz degan. Bu hadisni ba'zi muhaddislar sahih, yana ba'zilari hasan deb baholagan bo'lsa-mu, lekin Ibn Abdulbar, Ibn Javzi qatorliq muhaddislar raviylardan Baqiya ibn Valid ojiz bo'lib, Shu'badan qilgan rivoyati qabul qilinmaydi degan. Raviylardan Ibnul Musaffa bilan vasabiylarmi noma'lum kishilar deyilgan. Uning ustiga bu rivoyat mursal bo'lib, Abu Salihdan mursal kelganligini Imom Ahmad bilan Dariqutniylar muayyanlashtirgan va raviylardan Baqiyaning Rasulullohga tutashtirib qilgan rivoyatidan hayron qolgan. Yuqoriqilarga asosan mazkur ikki hadis bir-biriga qo'shilgan taqdirdami, birinchi qarashdagi ko'pchilik olimlarning aniq va sahih dalillari oldida put terib tura olmaydi. Mazkur ikki hadisni sahih deb qaragan taqdirdami, Imom Shafi'i rahmatullohi alayh keltirgan ba'zi rivoyatlar ruxsat qilinganlarning shahar sirtidan kelganlar ekanligini ko'rsatsa, hadisdagi biz cho'qim juma o'qiymiz degan so'z Madina aholisini ko'rsatdi. Buning dalili shuki, Umar ibn Abdul Aziz mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonida juma bilan hayit bir kuniga to'g'ri kelib qolganda, Rasululloh ustun mahalliklar jumani kutib o'ltirsa ixtiyoriy degan. Yuqorida biz bayon qilgan Hazrati Osmon radhiyallohu anhuning ustun mahalliklarga ruxsat qilishimi buni ta'kidlaydi. Ibn Jurayj ataning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ibn Zubayrning davrida ro'za hayit juma kuniga to'g'ri kelgan edi. Ibn Zubayr ikki hayit bir kunda keldi dedi-da, ikkisini jug'lab atiganda ikki rakatla o'qidi. Ondan ta asrgacha shu ikki rakatdan boshqa namoz o'qimadi. 4. Vahib ibn Kaysan mundaq deydi: Ibn Zubayr zamonida hayit namozi jumaga to'g'ri kelib qolgan edi. U kun hali ko'tarilguncha kutib turib, ondan chiqib uzun xutba o'qidi. Ondan tushib ikki rakat namoz o'qidi.
u kuni jamoatga juma o'qib bermadi. Men bu voqeani Ibn Abbos radhiyallohu anhuga so'zlab bersam, u dal sunnatni qilibdi dedi. İmam Şavkani qatorliqlar bu ikki rivoyat sanadini sahih deb baholagan bo'lsa-mu, lekin mundaq tahlil qilgan. İbn Zubayr radhiyallohu anhuma Makkada ma'lum muddat urush sharoiti ostida Hayit namozini kechiktirib juma namozi bilan jamlab, har birini 2 rakatdan o'qigan bo'lish ehtimoli bor. Chunki İbn Zubayr radhiyallohu anhuma va Imom Ahmad qatorliq ba'zi olimlar juma namozini kun qayrilishdan burun o'qisa bo'ladi deb qaraydi. Yani bir ehtimal balkim urush holatida xavf sababidan juma bilan Hayit namozini birlashtirib 2 rakatla o'qigan bo'lishi mumkin. Yuqorqi rivoyatlarmi shuni ko'rsatadi. Yana yuqorqi rivoyatlarda o'rniga peshin o'qidi degan mazmunning yo'qligimi shuni ta'kidlaydi. Balki bu Texa Ibn Zubayr radhiyallohu anhumaning Hayit namozini o'qimay juma o'qish bilan kifoyalangan bo'lish ehtimolimi borligini ko'rsatadi. Agar undaq bo'lsa, Hayit namozi jumani o'qitmagan emas, juma namozi Hayit namozini o'qitmagan bo'ladi. Yuqorqi rivoyatlardagi andan chiqib uzun xutba o'qidi, andan tushib 2 rakat namoz o'qidi degan iboralar Ibn Zubayr radhiyallohu anhumaning Hayit namozi emas, juma o'qiganligini ko'rsatadi. Chunki xutbani namozdan burun o'qish jumani ko'rsatadi. Hayit namozida xutba namozdan keyin o'qilganligi hammaga ma'lum. İmam İbn Qudama İmam Xattabining mundaq deganligini naql qiladi. Jumani bu shaklda burun o'qish faqatla kun tiklashmasdilla juma o'qish joiz degan qarashga asosan joiz bo'ladi. Buning bilan Ibn Zubayr juma o'qigan va bu juma bilan Hayit namozimi peshinmi saqit bo'lgan. Hammaga ma'lumki, Hayit namozining xutbasi namozdan keyin bo'ladi. Buningga barliq olimlar ijmo qilgandir. Ibn Zubayr radhiyallohu anhu xutbaning Hayit namozidan keyin o'qilganligini biladi. Albatta, buni tuvandagi sahih rivoyatmi ta'kidlaydi. İbn Jurayj mundaq deb rivoyat qilgan. Ata men so'zlab berdiki, Ibn Zubayr radhiyallohu anhumaga xalifalikka bay'at qilingan dastlabki kunlarda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma uninga odam avatib, ro'za Hayit namozida azon aytilmaydigan edi, xutba degan namozdan keyin degan. Muslim rivoyatida shu kuni Ibn Zubayr Hayit namoziga azon to'lamay namozni xutbadan burun o'qidi deb qayd qilingan. Gerçi Ataga o'xshash ba'zi salaflar yuqorqi Ibn Zubayr radhiyallohu anhumaning rivoyatlariga asoslanib, Hayit namozi o'qilsa juma saqit bo'lib ketadi, peshinmi o'qilmaydi, Hayit namozidan keyin asr o'qiladi deb qaragan bo'lsa-mu, bu qarash barliq olimlar tomonidan qabul qilinmagan qarash bo'lg'achqa, bu qarashmi Ibn Zubayr radhiyallohu anhuma rivoyatini xato tushunishdan kelib chiqqanligi muayyanlashadi. Hozir Ataning qarashini yoqlaydiganlar bo'lmag'achqa, biz u qarash ustida to'xtalmadik. Xulosalaydigan bo'lsak, Hayit juma kuniga to'g'ri kelib qolsa, 2 namozning har birini o'z vaqtida ado qilish sunnat bo'lib, buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaqla xalifalarning ish izlari, dastlabki davrdan tartib qilinib kelinayotgan an'ana, o'zirsizli bo'ladigan erlarning jumani ado qilishining farzligidagi ijmo qatorliqlar isbotlaydi. Hayit namozi o'qiganlarga jumaga kelmaslik ruxsat degan qarashchilar asoslangan dalillar sanad jihatdan ojiz bo'lish bilan birga mazmun jihatdanmi ularni sahih dalillar bilan birga tushunib ketish mumkinchiligi bor. Chunki shahar kanat sirtidagi juma masjidi yo'q, yaqin mahallalardagi juma farz emas. Ammo ular Hayit namoziga kelib qolsa, imom ularning qaytib Hayit tayyorligini qilishga ruxsat qilsa bo'ladi. Chunki ular jumagacha saqlab o'ltirsa, qurbonlik qilish, urug' tuqqanlar ara pat o'qish jihatdan siqilib qoladi. Albatta, hammalarning birda qarshida shaharda turib Hayit namoziga qatnashmaganlarga jumaga kelmaslikka ruxsat yo'q. Shunga Hayit namoziga ulgurolmay qolganlar jumaga masjidga berishi vojib. Vallohu a'lam. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh 2015-yil 7-oyning 19-kuni